Assalomu alaykum, hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari, qimmatli mekendoshlar, zamondoshlar. Qutmandoo kuningizlar bilan. Uchurda biz 21 fevral kuni Bishkek shahrına yaqinqi Soquluq mal bozorida turamiz. Uchurda biz Soquluq mal bozorining eng o'ydo'nki tarafında o'sina. Dunganlar servis satuvchi, mal tuz satuvchi jag'idan boshladik. Kun chiqish tarafdan. Bu Qatarda jalan diqanlar olib keladi. Uyindan birden, ikiden olib keladi. İçine Center tarafına girgende torun içinde optom dün satuvchi ağalar var. Bizim o yaktan birden, ikiden mal karmağanlar menen tanıştırıp çıkıyoruz. Күнжелестеген. Başlayla, moğudan sırayla eçkiden. Kança sıra otası eçkini? 6,5 milyon. Ulağı menen ha? Onday ulaqtar menen. Tokol eçkiler. Tüvüt. Sizdeki koygança koy? 28 ming so'm ha, urg'achi. Ekitish mi? Bo'z, ekitish ekan mana shu. Oybo. Bunalarga kelaylik, qo'zlar. Qanchadan necha bular? 7,5-8'den deydi. Erkek qo'zlar ekan mana shunday. Yosh qo'zlar. Sizni tartgan jo'qsiz. Qanchani so'radingiz? Tek kechalarga. Qanchadan deysiz? 4 ming so'mdan? Ama tekrar. Kunjelesi de izleseniz gün degen jel ma'quna. Tiyinin tushadi. Biz içine kirip nazar salabız, qarab turыңыздар. Bu yerde qatar menen tizilib turadi. No'g'u to'qtu menen qo'z o'xshayta sizdiki. Qanchadan so'rab o'tasiz bularga? 10 ming so'mdan. Ekövüne. Bu cho'ng'a 10 ming, buga 8 mingga. Qızılga 10 ming, mo'ga 17 ming deydi. To'qtu o'xshaydi bu. Buni kelishgan qara qo'y bar ekan. Sizniki qancha bor ekan? 20 ming so'm. Yoshi qancha? Bo'g'irgachi bu. Arasından tandap ko'rsatamiz qo'yganlar. Chekeden ko'rsatganga vaqt yo'q. Buna kelishgan qizil. Bular qo'chqorlar bu? Sem, ne sem? Siz Urg'achi bu? Qo'chqorlar menen buchmallar ekan. Qanchadan dedingiz? Ay, 14 dedi. Ekon 30 liradan. Mo'g'u ekövüne 30 ming so'm. Biri qo'chqor, biri buchmal deydi. Bunday sıra o'törürler. Qaysi kanal? Kunjelesi degan. Sizlar diqan bu? Tak, qanchadan so'radingizlar? 15 dan. Bu qizillar 15 ming so'mdan. O qizil bo'lsa 18 ming so'mdan deydi. Charbaniqa. Bu qarachi? Hisar ekan. Boshni qarab qo'yingizlar. Mana shunday bo'da bo'ladi. Hadi erkak qimmat bo'lsa, urg'achi qimmat bo'ladi. Birdeylar. Tak, biz ham jaydari qo'ylarni ko'raylik, o'zimizning jaydari qo'ylar. Hararadan birden tandap ko'rsatamiz tuğanlar. Bu başlangıç yeri. Bak, jaydari qo'ylar qayerda bor ekan? Mana jaydari qo'ylar. Mana echkilar bilan jaydari, ikki jaydari qo'y turadi. Turaydilar. Mana mo'ljallarda bor ekan ha. 8200 dan bereyin deb savdolashyapti hozir mana shularda. Erkek bular urg'achi. Ha. Bular erkek urg'achi. Bilmayman deydi. Bolasi qarmab turadi. Echkilar qanchadan bo'lib ketdi? Ya, sizni tartgan jo'qmi? Sizni tartgan jo'q-da, qarayvering bu joqqa. Qanchani deb tartgan echkilar? Tak, jilarali. Kebir adamlar shunchalik uyalaq dengizlar, ekranga chiqqanlar. Negizi tartmaymiz, tartotak deb o'ylaydi. Bunaqa kelishgan qizil qo'y ekan. Ham paradas qanday ekan? Kisar. Qo'zi menen. Qo'zi erkek o'xshaydi, ha? Erkek qo'zi. Bu qancha so'radingiz sen? 27 ming so'm. Yaxshi qo'y ekan, ha? Jelini ko'rdingizlarmi? Oho. No jaydari qara qo'ylar. Sizlar qanchadan so'radingizlar? Mana shularga 11 ming so'mdan so'rayapti. Sizniki qancha tish? 63 yaş ekan da? Ikinci qo'z. No, ikinci qo'z ekan. Yaxshi. Ho, qo'chqorlarga kelaylik. Sizniki qancha? Qo'chqor bu? Urg'achi bu? Urg'achi qancha? 8 ming so'm. 10 ming so'm. Nega arzon so'raydi deb qo'yib. Keyingi qo'chqorimiz ko'rsatingchi. Ekitishmi bu?
2 tiş. Mana qo'chqor ekan. Yaxshi qo'chqor. Quyruqni ko'rdingizlarmi? Tik turgan, o'rtasidan bo'lingan to'g'aloq quyruq. Qo'y, o'zi tartmaydi, qo'y. Qo'chqor. Qancha so'radingiz buga? 40 ming so'm, ha? Ne parada bu? Gisar. Yaxshi, quloqni ko'rdingizlar, uzun quloq ekan. Chuyding gisar. Bo'yi qancha chiqadi? 90 chiqadi, chiqmaymi? 90 chiqib qoladi deydi, ha? Yaxshi. 40 ming so'm so'raydi ekan. Qaysi? Charba qo'ylar. Bular jaydar o'xshaydi, bunoqlar. O'z-o'zining jaydari qo'ylardan. Ta qizil qo'yni qancha so'radingiz? 15 ming so'm. Bo'g'oz-a? Bo'g'oz ekan. Bu qarachi. Pulda 15 ming so'm deydi, ha? Bular qo'zlar. 2 tish, ha? Qo'zi, yosh to'qli. Yosh to'qlar, urg'ach ekan. Bular qanchadan bo'lib ketdi? 8 boshli 7500 dan. 8 boshli 7500 dan so'raydi. No, Ramonov aralash emasmi? Quloqda churek quloq bor. Görürsün soysam neyiz? Yeyiz? İçinde balası var ekan, ha? Nima olacakta dağı jaydarlar var ekan. 8 boshli 7500 dan berem deydi. Ko'rdingizlar buni? Bu qayjaqın qo'ylar ekan. Chuy, ya. Yaxshi. Sodani bersin, biz jilamiz. Biz bosh jag'ini ko'rsatdik. Hozir o'rta tarafini ros, mo'ytda teke bular. Qanchadan so'radingiz? 6000 so'mdan. 2 tish tekeler buni. Olib turib boqasizlar. Keyingi yilga o'ta cho'ng bo'ladi. No. Bu qo'y bu. Qancha buning o'zi? Bas. 30 ming. Yaxshi. Chim qara. Kelishgan qo'y ekan, qo'chqorsima. Bo'z hozir. Qo'chqor bu. Yo'q, qo'y urg'achi. Bo'zday ko'rinib turadi. 30 ming so'm turadi. Sizning qo'zlarcha? Qo'zlar 11 ming so'mdan erkak, ha? 2 tish bo'ladi deb. 2 tish saylik. Saylik, jashira ekan. 6 oylik qo'zlar ekan. Olib turib ichine bag'ishingizlar kerak ekan. Tak. Bu bozor ham tuğanlar. Bu kire üstünde, bu yerda ko'ncha diqanlar turadi. Ha biz ham içine girib turib, reshetkaning içindagi dung bağda qo'ylarni ko'rsatadi. Ammo u yerda mana sanaqa Zaninskiy teke bular. Oq teke. Qancha so'radingiz buga? 9 ming so'm. Bular ham bir yosh bo'ladi o'xshaydi. Qulog'i churek bo'lib turadi. Echki sezon keldi tuğanlar. Echki sezon qarangizlar, buni aytdi. 4 echki turadi. No'g'u so'yishqa ular, semizchilar, ha? Şu so'yishqa? So'yishqa semiz olgancha? 8 mingdan so'radim. 8 mingdan so'radim. Bu sarı echki bo'z. 5,5 ming euro. Mo'g'u to'qol echkini 5,5 deydi. Bulchi? Bu 8 ming. 8 ming so'm. Mo'g'u oq echki, to'qol echki ek ulog'i bilan turadi. Süt bag'atında deydi. Jelini men qarmab ko'rdim. Jelinlerdagi cho'ng. Saata o'xshaydi-da. Qarmaganda iydi. Ulog'i bilan qancha bular? 13 ming. Ek ulog'i bilan qo'sha. Ek ulog'i bilan qo'sha 13 ming so'm. Süt bag'atındagi echki. Qulog'i churek quloq, ko'rdingizlarmi? Arzon 13 ming so'mga. 13 ming so'mga arzon tuğanlar, arzon. Arzon. Buni aytdi. Echkilar turadi. To'qol echki bilan muyuzli echki. Cho'ng echkilar ekan, bahasini so'raydi. Qancha so'radingiz bularga? 20 ming so'm ulog'i bilan qo'sha. Birovlar. Onday. Uloqlar. Bu jana Pakistanskiy tekega chiqqan bu. Uloqlar o'sha malga. 20 ming so'm deydi. Egis uloq, qo'sha. To'qol uloqlar ekan. Bu bozorning hozir men sentrine gireyin deb qoldim. Bu yoqda da ko'ncha diqanlar turadi. İçine girib turib, parodistay qo'ylarni ko'rsatayina tuğanlar. Ko'ringizlar oyog'ini cheyin. Bu sentrdagi arqa. Mana shu yerda qo'ylar tig'in, men birdan chaqildirib o'taman. Qarangizlar. Sizga so'rayman, ha? Buni qo'chqor janima keldi, qara qo'chqor. 2 tish bo'lib qoldi u. 8 oylik ekan. Qancha so'rayapsiz buga?
17 ming so'm. Qap-qara ekan. Yaxshi. Quyruqli qo'chqor ekan. Tak, bu qizil qo'chqorchi. Bu qancha atish aka? Qancha atish? 4 Qanchasi rotasi buga? Bahsi? Bas 40 ming. 40 ming so'm. Shuydinki sari qo'chqor o'xshaydi. Qo'yib ekan bu? Qo'chqormi? Sevib qo'chqor. Qanchasi rotasi ekan bu? Selga step tegiz bo'lsa semirib turdi. Sırası so'yish kerak. Sırası. Biz qo'zli qo'ylar qancha olib ketdi? 20 dan buni qo'zlar bilan. Mana shu qo'ylar. Buna yoqda qo'zlar, ha? 20 ming so'mdan. Bozor. Oho, odam bosa olmay turgan bo'lib qolib turga. Tak, bitta ne bor ekan? Sizniki qaysi? No'g'lar, ha? Oqtar. Qayerdan olib keldingiz bular? Shuydan, ha? No oq qo'y qo'zisi bilan qancha? 15 ming so'm. Chiroq ekan, ha? Bu aralashishda merinos. Merinos. Qo'zisi bilan, ha? Qo'zisi yo'q endi. Qo'zisi yo'q, 15 ming so'm. No'g'lar chiqashqalar. 9dan. Urg'acha? Urg'acha. Charbalar. Olib turib boqish kerak. Yaxshi. Qo'chqor sizdanmi? No pritsep satasizlar. Ta, no pritsep sotiladi ekan, qo'y pritsep. Oldinda mashina sotiladi. Tak, bu pritsepga qancha qo'y botadi? 15 qo'y bor. 15 qo'y botadi. 1.70. 1.70 turasi, uzuni 2.5 sotiladi ekan. Qarangizlar. Qo'y mashinaning modeli qanday? Nexia ekan. Jilochi 2008. Nexia meni mana shu pritsep sotiladi deb. Qirg'iziston nomeri mana Bishkekning nemesine qatalgan. Ana shu Nexia ekan to'g'anlar. Shu pritsepga ko'ni olib qo'yingizlar, azbasin so'rayman men. Bas qancha bularning? Pritsep meni mashina cho'g'i 230 ming so'm so'raydi. Bir aylanib ko'rsatayin, ha? Bu joqqa mashina bozor bo'lib ketdi. Oh, o'tib olar. Mana shu Nexia to'g'anlar 230 ming so'm pritsep meni. Hozir nomerni olib qo'yam. Nomerni aytaver. Nomer. 0703 74 47 46 bo'ldi. Chalaverasizlar. O'tib keting. Qo'zlu qo'ylar ekan, ha? Qanchadan so'radingizlar ularni? Qanchadan bo'lib ketdi? Voy, yine bunu yaxshilab so'rayotamiz. 20 yoshda. Yeki qo'zisi bilan. Egiz. Bunu erkak, bunu urg'achi. Egiz qo'zisi bilan 25 ming so'm deydi, yaxshi. Bu qo'zlarda 5-6 ming so'm deb turadi bozorda. So'raydi. Ha, bu to'qtimi o'g'il? Ekitishmi? Bu to'qtu. 1 yaş. Bunun 12 deb atam. Aqchasi 12 ming so'm. Biyik ekan, ko'rdingizlarmi? Biyik. Buni jalg'iz qo'y qancha olib ketdi? 25 ming so'm bo'lsa? Qizir ekan, 25. Boqish kerak. Tak. Bu asli ko'rdingizlar bozorda. Shag'il to'shattirish kerak. Biroq ham pagoda shundayda, bari shunday bo'laveradi. Bu yerda kuchli qo'ylarni qarab turadi ekan. Bu urg'achi-ku? Ay, ko'teng urg'achi ekan. Qarangizlar-chi, kuchli qo'ylar ekan. 30 ming bu. 30 ming so'm. Pulchi? 25. Pul ekitish, ha? To'xta. To'xta bo'lar ekan, yaxshi. Bu 25 ming so'm. Kuchli qo'ylar ekan. Tak, men yaxshi qo'ylarni so'rab o'taveraychi. Buni yerda yaxshi qo'zg'ochqorlar qanchadan? 20 ming so'm. Yaxshi ekan buni. Qarangizlar, quyruqlarda klass ekan. Bu yerda yaxshi qo'ylar turadi, biroq hech kim bo'ldi ekan. Bular qanchadan so'rayapti? 20 dan so'rayapti. 20 dan ekan, ha? Qarangizlar, shuna quyruqli. Kuchli qo'ylar ekan. Bu bozor to'g'anlar. Qarangizlar, mana bu dung sotiladi-da, torlarning ichida. Bularning ko'pchiligi boshqa joqdan dung sotib olib kelib bu joqda maydalab sotadi. Ha, bunaqa qo'chqorlar ekan. Qizil qo'chqorlar. Chudingi sari bo'lsa kerak, ha? Bu qo'chqorlar qanchadan bo'lib ketdi?
35, 2 tiş mi, 3 tiş, 4 tiş mi? 4 tiş, 2 yaş iken ha, 4 tiş. Ova, YouTube kanal. Siz düşmeyiz belki. Tak. Ha, eski kança olup ketdi? Eski 5,5 sıra oldu. 5,5 boz mu? Boz ekan ha? 5,5 ming so'm. Yaxshi, sodan besine. Qancha eski sattınız bugün? Şunday alıp çıkkan. Bir öyle alıp çıktınız be. Qo'yingchi. Satalaysiz bel. Qancha baho berdi? 4 verdim. 4 berdi va. Beribsiz de. Boz bo'g'onda soya jetilek alib ol 5 ga. Mana jaydari qo'ylar turadi. Yerda. Boshqa yoqdan kelgan o'xshaydi. Tak. Bu qo'zili qo'y qancha aka? 16 ming so'm. Qo'zisi menen ha? Mana qo'zisi turadi, yaxshi qo'z bor ekan. Yaxshi qo'chqorga qo'ygan o'xshaydi. Mana ko'k qo'y bor ekan. Qo'y qancha olib ketdi aka? 13 jaydari qo'y o'xshaydi. Yaxshi. Mana bu biyiq qo'chqor bor ekan. Sovuq yerdan kelgan o'xshaydi. Shunday o'z. Qancha bu? 40 ming so'm. Jashichi? 2 jash ekan. 4 tish. Bu bozor to'g'anda. No qara qo'ylar bor ekan. To'qtuv bular aka? Qo'z, ha, bir jash bo'lib qoldi pastda. Qanchadan? 13 dan. 13 ming so'mdan. Chim qara ekanda. Olib turib chim qara qo'chqorni qo'yasizlar. Voy. Iki tish o'xshaydi qo'chqorlarimiz. Iki tish o'xshaydi. Ertaga bugun da öyle turadi. Qanchadan so'rab tur bularni? 25. 25 ming so'mdan. Qizil qara. Voh. Tak, bozorning bu chetine kelib qoldik. Bunog'i charba qo'ylar ekan, ha? Qanchadan so'radingiz sizlar? 10 ming so'mdan, ha? Bunog'i kichkinakay qarachi. 7 ming so'm. Sizning quyruqli qo'chqorchi? To'q 10 ming so'm ekan. Olib turib boqish kerak, quyruq cho'ng'ayadi. Ammo o jo'on echkilarchi? Serkeler. Serke mi bular? Bichilgan. Bu qanchadan bular? 8'den. 8 ming so'mdan. Uloq olib turib so'yasizlar. Bir ay baksangızlar en ahır kulaklar görürsüzler. Çok sevinç kılın. 9 ming so'mdan. Ha? Tak, buna büyük qo'ylar bor ekan. Ha, sizniki qanchadan bo'lib ketdi qizil qo'chqor? 20 ming so'm. Quyruqni ko'rdingizlar bu quyruqni. Ikki tish, ha? Ikki tish. Ikki tish ekan. Bu ko'k qo'chqorcha? 10 ming so'm. Qarada qozonda, ha? 10 ming so'mdan. Bozorda ko'rdingizlar? Cho'ng oq echki bor ekan, ha? Churak quloq. Bu qanchadan bor ekan? 12 ming so'm, ha? 12 ming so'm. Bo'z o'xshaydi. Aha. Nima qo'ylar ekan? Bo'z qo'ylarimiz. Qanchadan bular? 10 mingdan 9,5 mingdan deydi. Bo'z ekan, jaydari qo'ylar. Tak, sizning qo'zli qo'ylarchi? Qo'zsiz menen, ha? Yaxshi. Jaydari qo'ylar ekan, ha? Yaxshi. No, qo'zi qulog'i uzun, yaxshi. Yaxshi qo'chqorga qo'ydingizmi? Qo'chqorga yaxshidan qo'ydingizmi? Ko'rdingizmi? Qo'zining quyrug'ini, qulog'ini. Yaxshi. 17 ming so'mdan so'raydi. Tak, echki so'raganlar qarab olingizlar. To'qolashi qancha aka? 10 ming. 10 ming. Bo'z, ha? Bu süt bag'atindami? Mo'g'chi? Churagi, burilesi. Buldag'i doyni 10 ming so'mdan. Yaxshi. Men bozorning chiqarishine keldim tuğanlar. Echki qo'y qo'chqorlarni bir ret charba parodasini ko'rsatib chiqdik, ko'rdingizlar bog'larda. Bog'larda ko'rib turib o'zingizlar tushib beradi da. Chamalab turib shunday ekan deb ko'raveringizlar, ha. Bunda mesela biz videonun jintifaybiz. Salomatda qolingizlar. Bu qo'y bozordan kunbotish tarafındagi chiqaverishi. Bizning videolarga klass bosib, kommentariy qoldirib, like yaqinlaringizlar bilan bölüşüp ketingizlar WhatsApp orqali. Yana shunday edi. Kanalga xat alıp ketingizlar.